Bu nima ekan bu, Jalajon? Marojna. Tog'a, yeb qo'ymang. Nima qilasiz? Tuyacha qilib beraman-da buni, jiyan. Tog'a, nima qilyapsiz? Ya, sen bunaqa sovuq narsalar yemaga tamog'ing og'riydi, ha? Usta bu qulchani qaytib kelmadi dedingiz, yana kelibdi-ku. Libbo jiyani puli tugasin, tog'asiga chopadi. Jiyancha, bugun kuni bilan menga yordam berasan, ha? Qo'lmurod ishlamang. Yo'q, qo'limda faqat obed kelsa uyg'onadi. Qo'rqib loy tayyorlab tashla. Bu tog'alar hammasi shunaqa ekan. O'g'lini avaylab, jiyanni o'latgan qilib ishlatadi. Nima ekan? Yo, tog'a, siz eng zo'risiz. Assalomu alaykum. Shermat aka, yaxshimisiz? Ha. Uyingizga ishga shiddat bilan ketyapti akajon mana. Ha, xavotir olmangsiz akajon. Bizga kamroq pul kerak edi aka. Usta bu, ziq bo'lmay ishlayvering, pulni ertaga yuboraman. Bugun yuboring. Usta bu, katta xolamnikidan jo'natamanmi? Bugun yakshanba bank ishlamaydi-ku. Tespa ilovasi bor-ku aka. Xo'sh. Tespa ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga yuqori kurslarda pul yuborishingiz mumkin. Undan tashqari ilova orqali O'zbekistonda kommunal shunga o'xshagan to'lovlarni qilishingiz mumkin. Svetga ham pul tayyorlang aka, Svetga shopdi. Bizga pul yuborsangiz O'zbekistonning istalgan joyidan dollarchalarda olaveramiz. Voh, uyda egasi bizga Rossiyadan pul yubordi. Mana bu azamatga, mana bu Xolmurodga, mana bu jiyanchaga. Menga nima ekan? Jiyan, buncha noshukursan. Bir qop unga yetsa bo'ldi senga. Bu pul bir qop unga yetadi-yu, siz bir vagon unni nima qilasiz? Ishing bo'lmasin.